Duxovkanani mendek tayyorlab beqing bekmi yeyishlik bo'ladi. Qozonga moy quyib, piyoz va so'ng piyoz silib sarg'aytib, mayni tamlantirib so'yitimiz. Sutni qozonga quyib, o'tni ichib, ilman holatga kelganda oq shakar silib aralashtirib, shakar to'liq eriganda o'tni o'chiramiz. Xemir yoğurish mashinasiga un, tuz, ilman suvda eritib olgan echitqu, soda, may, süt, ilman suv qatorli xurishlarni silib, 15 minut xemir yoğurib, 1,5 saat köpürtüremiz. Vaqt to'shqanda xemirni supurg'a qo'yib chaylab, tekshik kesib, yumaloqlab tizib, yemeklik xaltasi o'rab 10 minut tindiramiz. Andın yumaloqlab ichib, gul chiqarib, yuziga may, süt, kunjutni aralashtirib tayyorlab olgan xurishni tekshik surib, diskga tizib olamiz. Duxovkani 190 gradusda oldin 10 minut qizitib, tayyor bo'lganda lesni silib, 220 gradusda 10 minut, 230 gradusda 10 minut pishiramiz. Ögünüp aldыңызмы? Яқтырған болсаңыз, йөрәк беріп сақлап еліп, достарыңызға тәвсия qilib qo'yishni unutmang. Inkas rayonida uchur qoldirib, meni qo'llab qo'ying. Men ishlatgan xemir yo'g'irish mashinasi, supur va duxovkani keyingi filmlarimizdagi seri qarovdan setib eling. Yaxshi narsa maxfiy qolmasin.